Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Hammangizga kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Juma yomlaringiz muborak bo'lsin. Qo'shga bir hafta savdodan aksiyalarning yomonlarini boshladik, xudo xolasa. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3 mashinamizni sizlarga 7 million so'm pul bilan beramiz. Natashkaya o'zingizdan bo'ladi. 7 emas, undan ham ozroq bilan bersak bo'ladi. 5 million so'm bilan beramiz. Ketdi. Natashkaya o'zingizdan 5 million so'm pul bilan beramiz. Yumshoq balolar qo'yilgan 22-yil avtomat korobka mashinamiz 88 bin kilometr yurgan, monitor sanitorammasi qo'yilgan, 22-yil propan gazlari bor. Ya sport programmalar hammasi urilgan, oylik to'lovi 4.200 dan 5 yil muddatga chiqadi. Hurmatli obunachilar, Nexia so'roqlar uchun qo'shib bir hafta savdo komfort bozorimizga qo'yib beramiz inasalara. Hurmatli obunachilarimiz, 22-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz avtomat korobka 2 million so'm bilan hamma ishlaringizni bitirib beramiz. 2 million so'm bilan. Yo'q, kechirasiz, 2 million so'm boshlang'ich to'lovi Natashkaya dinli bo'ladi. 22-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq balon paketali endi toza qo'ygan ekanlar egalari. Primoy egani mashina. Mashinamiz tandan ham arzonladi, kraskalari, orqa krenda ozgina pittosi bor ekan. 167 lira turgan edi. 156 million so'm pul tushdi. 10 million so'mmi? Yana yaqin tushib ketdi hurmatli obunachilarimiz, egalari shu yerda. Mashinamiz avtomat korobka ABS view kamerasalari bor. Primoy egadan ko'rsangizlar bo'ladi. Metan hamma narsasi bor. Qop-qora svetda Gentra mashinamizda sizlarga 2 million so'm bilan Natashkaya общий hamma narsasidan taxminan 8-9 million so'm pul chiqadi. Oylik to'lov 5 million 100 dan chiqadi. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Xudo xolasa sovg'alarimizni oldik, mashinaga yuklab qo'ydik. Yo'lda bu xudo xolasa uchrashib qolsak, qo'shib bilan boshqa yerda, bu yoqda inshaalloh sovg'alarimiz ham bo'lib qolmasa, bor. Bir to'da hamma yetarli hozircha. Qo'shga bir hafta savdo o'zini obunachilarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 24-oktyabr 2025-yil. Navbatdagi savdomiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz bo'ldi. Qo'shko'pirdagi og'amizga 86 million 500 ming so'm naqd pul berdik. Og'a, yaxshi kunlarda to'ylarimiz o'tmak nasib qilsin. Nima bo'lib yaxshi kunlar amiling, ha? Mashinaning holati zo'r. Ikkinchi pozitsiya. Usta ko'p gaplamadingiz qo'ying. Namoz bozorimizni sotadi. Biz og'amizning uyina xudo xolasa mebellarni, mostabajlarni taklab berdik. Necha so'm bo'ldi? Vitse 1 million 500 ming so'm, 90lik gazi 1 million 400 ming bo'ldi. Hoffman'dan 60lik Vitske ham oldilar. Uni 1 million 450 mingga berdik. Hoffman. Ha. Keyin 60lik gaz plitani buni 1 million 250 ga berdik. Nereye gitti? Xayrovotga gitti. Qo'shko'pir Xayrovotga dastavkada xudo xolasa olib qarab ushlab ketib beramiz. Konseriya birinchi reysga ketdi, xudo xolasa endi ikkinchi reysga. Bir xo'jalik, hammasini mebelnamasdan taklab berdik hurmatli. Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avto savdolar obunachilari. Bugun Qo'shko'pir avto savdo Zontik bozordan navbatdagi Gentra mashinamiz sotildi. Mashinamiz kraskalari Rodno 2022-yilda ishlab chiqarilgan propan ustanovka bo'lgan. Shkol mashinamizdan novi kerak bo'lsa, hamma narsa qilingan. Mashinamizni o'rta haftangi og'alarimizga 158 million so'm pul naqd pul berdik. Ozgina yetar etmasa ham durara berdik. Og'a, yaxshi kunlar, to'ylarimiz nasib etsin. Buncha mashina xudo xolasa. 4-chi mashina bo'lgan xudo xolasa ena. Qo'shko'pir avto savdolar sodiq klientlarimizdan Yuzating mashinani. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4-avtomobil. Mashinamizning probegi 45 ming. Galaverasida Qo'shko'pir avto savdoni Zontik bozorida xizmatdamiz, mashinlarimiz ko'p. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avto savdodan navbatdagi savdomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan 4000 kilometr yurgan Cobalt mashinamiz bo'ldi. Hamma narsasi bor. Tayyor mashinamiz bahosi 40 million so'm pul berdik. Xayrli bo'lsin. 4000 kilometr yurgan ideal holatda 140 million so'm pul galaverasi xizmatdamiz. Degan boshlanib shu. Yili 22 kechirasida 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Qo'shko'pir avto savdo Zontik bozorida sotildi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Captiva mashinamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avto savdo arzon bozorimizda sotuvlarimizni boshladik navbatdagi. Mashin bilasizlar 16lar zavodskoy yimni esidda bo'lib chiqadi, ya'ni Captiva 4 bo'lib chiqadi. Motori lekin 3lik, ya'ni 4 ham tortilgan bo'ladi. Kraskalar toza, Qo'shko'pirda Primoy egani mashina, generalnini o'zlari bilan gaplashasizlar, kurgoy tarafkalarning ruxsatnomalari bor. Diniq mashin chexollar qilingan, mashin chot ideal sostaniyada ishlar ham akvaplin ta'minlasalar bo'lgan.
Xullas, mashina zo'r, metallari bor ekan, metallar ko'p deganlar uylarida metalini qistirib beradilar. Hurmatli obunachilarimiz, mashina metalni qistirib beriladi. Narxına keladigan bo'lsak, 4 tane metalga qo'shib beriladi. Mashinamiz narxi 160 million so'm pul beriladi. 13.250 dollara. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Captiva zo'r bahada basamiz. Hazrat olib mesajda bo'ladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Equinox mashinamiz, hurmatli obunachilarimiz. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kapotunda kusok ekan, kapotunda kreninde pitnosi bor ekan. Qolgan yerda javoblarlar kurgoy tarafkalarning ruxsatnomalari va mashina ideal holatda. Probey mashinamizda yumshoq balonlar, hamma narsalari bor. Ikkinchi pozitsiya eng fulldan 1.50 pozitsiyasi 138 ming kilometrga. Mashinamiz narxi 309 million so'm. 25.500 dollar pula qo'yib beramiz. Qo'shib rafta savdo arzon bozorimizda sizlar vaziyat mishlash uchun basamiz. 309 million so'm lekin zo'r baho 23-yil. Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtosavdo obunachilari. Bugun Qo'shko'pir avtosavdo Zontik bozorida navbatdagi savdomiz Spark mashinamiz bo'ldi. 2010-yilda ishlab chiqargan Spark mashinamizni Shavatdan kelgan Shukujab akamiz 47 million so'm pula naqd pula berdik. Uni adlarni o'tirib, hammasini tushuntirib berdik, xudo xolasa. Rozimisiz? Yaxshi kunlar, to'ylarimiz tashib etsin. Izi ko'payaversin. Qo'shko'pir avtosavdodan rozi bo'lin. Kelaverasizlar. Qo'shko'pir avtosavdo Zontik bozorida hamisha xizmatdamiz. Mashinamiz yana yumshoq balonlari, ishlari ham zo'r, chotki, metallari bor. Mashinalarimiz ko'p. Qo'shko'pir avtosavdoda. Obunachilarimiz, assalomu alaykum. Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimizdagi navbatdagi savdomiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinamiz bo'ldi. Mashinamiz bahosi 49 million so'm bilan naqd pula Shavatga ketdi. Yaxshilarmi? Xayrli bo'lsin. Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimizda sotildi. Rahmat. 2021-yilda ishlab chiqqan Damasimiz hozir aksiya qo'yiladi. Shunda keldilar, egalar minutchilar berdik. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Short Spravka Cobalt mashinamiz bez probeg yurmagan. Mashinamiz narxi 147 million 500 ming so'm pula beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, 24 bez probeg zo'r bahoda bo'ldi. Ko'rsangizlar bo'ladi. 416 kilometr yurgan mashinamiz salonda ishlari bilan turibdi. Ko'rsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, hali nomerlar ham olinmagan. Zo'r baho qo'yib berdik. Alloh hazrat minishteri uchun sizlarga 12.200 dollar pul bo'ladi, hurmatli obunachilar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinamiz kraskalari toza dedilar. Shundan bir qator o'zingiz tekshirib olasizlar. Motor hamma yeri zakoning genandas belladi. Mashinamizni xadoyi, boshqasi hamma yeri top, ideal holatda. Shu bir eshigida vaqimli yeri bor ekan. Qolgan yerda hamma yerda javob tadilar egalari. Mashinamizning narxini keladigan bo'lsak, 27 million so'm pul beramiz. Dollar hisoblaydigan bo'lsak, 2230 dollar pul Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorida basamiz. Assalomu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtosavdo obunachilari. Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimiz navbatdagi mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinamiz sotildi. Naqd pul Xiyoga 27 million so'm berildi. Alloh xayrli barakat bersin. Galarsa Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozor. Yana istoriya qo'ygan mashinamiz naqd pulga ketdi. Yana ishlar kreditlarimiz bor. Hurmatli Qo'shko'pir avtosavdo obunachilari, Qo'shko'pir avtosavdo Comfort bozorimizda sotildi. Cobalt mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight mashinamiz. Tayyor nomerlari bor, birinchi nomerlari. Mashinamizning bahosi Xonqagandan pula 166 million so'mga sotildi. Doim rozimisiz? Bundan yaxshi, bundan ham zo'rlanib berib o'tirsangiz. Qani? Tashab. Qani? Qo'ylamang. Молодец. Sen mashina. Men. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimizdagi navbatdagi savdomiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan Captiva mashinamiz bo'ldi. Kraskalari toza, 160 million so'm pula, 161 million so'm pula olib sotar bo'lgani uchun berdik jo'ramizga. Yangi Urganch ketdi. Yangilar bilan yangilar keladi. Urganch rozimisan? Xayrini ko'r. Kelasiz xizmatdamiz. Kabeshku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz bilan telefonlashib o'xshadang adashmasam. Men avval tushib gaplashsa bo'lam? Bo'ldi, mashina minavering, gaplashib qolamiz. O'zi zo'r fikr, chunki deshan shovqin ekan. Kia K5 qoldi sotuvga. Hozir gaplashamiz. Bismillah. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Adingizni so'ramoqman. Mavluda. Mavluda, qarang. Mashinani necha so'm pul beramiz? Mashinani
özü 300 milyondaki turibman, lekin shu nalichi pula eng kelishilgan bahasi 279 milyondan beracakman. 1 milyon size kaladi, shuning zo'r narxda sotsangiz bo'ladi. 279. Kraskalar hamma o'zi garantiya qiling. Hammasi sizga garantiya, yechirib urilmagan, hammasi siz toza joyinda. Ha. $1000 propalam ko'targanman. O propallar ham bang, zo'r ekan, tayyor. Tonirovka ruxsatnomasi bormi yo? Tonirovka ham ruxsatnomasi bor. Hammasi siz joyinda tayyor olib, nalichi pula do'rayda ketsalar bo'ladi. O'zim mehr berib haydagan mashinam. Zo'r ko'rinib turibdi, mashina akkuratniy lekin. Ma'lumotlar shunda 23-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 55,000 kilometr. O'ziniki qarang, chunki biz tekshirib, bu yerda tekshirib beramiz. Tekshirib bemalol olsangiz bo'ladi. O'zlari ham tekshirib ko'rib haydatsalar bo'ladi. Zo'r mashinam. O'zim ham yaxshi ko'raman. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qora svet 2023-yil ekan. Shunda 279 million so'm pul qo'yamiz, biz 1 million qilamiz, ang? Xo'p, ma'lumotda Xudo xolasa esa ishonchli qo'llarda. Qo'shki bir hafta savdoda arzon bozorimizda Kia K5 mashinamizni 279 million so'm pul sotib qo'yamiz.